Xorijlik food-blogerlar bir nechta haftadan beri xuddi shu shirinlikni tayyorlab ishtahani ochib kelishyapti. Nahotki oddiygina pankekidan mana shunday shirinlik tayyorlasa bo'ladi deb men ham kirishdim. Tayyorlanishi juda tez va oson, ta'mi esa Ishdan boshqa narsaga yaramaydi. Вообще zo'r. Просто bomba. Erimasdan bir marta tayyorlab ko'ring, aniq o'rganib qolasiz va yaqinlaringizga juda ham yoqadi. Pankekilarni pishirishga kirishamiz. 2 tuxumni chaqib, 6 osh qoshiq shakar solib, shakar eriguncha venchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. So'ng birin-ketinlikda 120 gram iliq sut, 4 osh qoshiq yog', 1,5 stakan un, 2 osh qoshiq kakao va 1 choy qoshiq razrihli sil solib, xuddi shunday massa hosil bo'lguncha yana venchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Masallig'imiz tayyor bo'ldi. Endi pankekilarni pishirishga kirishamiz. Pankekilar tovaga yopishib qolmasligi uchun tova albatta qizdirilgan bo'lishi kerak va har bir pankekini alohida iloji boricha bir xil yumaloq shaklda pishirib olishga harakat qiling. Pankeki pishirayotganda olov esa past olovdan biroz balandroq bo'lishi kerak. O'rtacha yoki baland olovda pishirmoqchi bo'lsangiz, pankekilarni usti qorayib, kuyib, ichi esa xom bo'lib qoladi. Agar sizda men ishlatayotgan pankekilarni quyishdagi maxsus idish bo'lmasa, hech ham xavotir olmang. Oddiygina osh qoshiq yordamida ham mana shunday chiroyli yumaloq pankekilarni pishirib olishingiz mumkin. Buning uchun tovaga 2 osh qoshiq pankekini masallig'idan solasiz va qoshiq yordamida yumaloq shaklni berasiz. Agar pankekilar har xil o'lchamda va har xil shaklda chiqsa ham hech ham xavotir olmang. Ularni atrofini bir xil qilib qandaydir qolip, piyola yoki qopqoq yordamida kesib olishingiz mumkin. Shundagina pankekilarni bir-biriga yopishtirganingizda bir xil o'lchamda chiroyli chiqadi. Birin-ketinlikda barcha pankekilarni yaxshilab pishirib olganingizdan so'ng kremni tayyorlashga kirishsangiz ham bo'ladi. Ushbu pankekilar uchun 200 gram yaxshi qaymoq va albatta 100 gram quyultirilgan sutni mikserda qotgunicha aralashtirasiz. Ko'pchilik kremim o'xshamaydi, doim suyulib ketadi yoki umuman food-blogerlardagidek chiqmaydi deb nolishadi. Sizlarga hozir kremingiz zo'r o'xshab chiqishi uchun ikkita sirni aytaman. Kremingiz xuddi shunday zo'r qotib chiqishi uchun birinchi navbatda sifatli mahsulotlardan foydalaning. Ikkinchi sir esa kremga ishlatiladigan barcha mahsulotlar albatta muzlatgichda saqlangan va barchasini harorati bir xil bo'lishi kerak. Krem yana ham foydali, mazali va qattiqni chiqishi uchun 3-4 qoshiq tvorog solib yuborsangiz ham bo'ladi. Aslida esa bu u darajada shart emas, xohishga ko'ra. Krem tayyor, pankekilar ham sovib oldi. Xuddi shunday qilib ichiga kremlarini solib, 2 pankekini yopishtirib, eritilgan shokoladga yarmini solib olasiz. Ko'rib turganingizdek, menda ham pankekilar bir xil o'lchamda chiqmaganligi uchun atrofini bir xilda qilib, yumaloq qilib kesib olganman. Ushbu shirinliklar uchun menga 2 dona plitka shokoladi yetdi. Krem esa ancha ortib qoldi va qolgan kremni ishlatib yuborish uchun qo'shimcha pankekilar pishirib, ulardan ham tayyorlab qo'ydim. Pankekilarni barchasini shokoladga botirganingizdan so'ng albatta pergament qog'oz ustiga qo'ying, aks holda idishga shokolad yopishib qoladi. Hamma pankekilarni shokoladga botirib olganingizdan so'ng 10 daqiqaga muzlatgichga solib qo'ying. Juda ham mazali ta'mga ega bo'lgan yumshoqqina pankekilar tayyor bo'ldi. Bir marta bo'lsa ham ushbu desertni tayyorlab ko'ring. Oila a'zolaringizga aniq yoqadi va albatta yerliklarga ham ulashib qo'ying. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva. Agar sizga pankekli desert yoqqan bo'lsa, izohlarda fikringizni kutaman. Like bosish yodingizdan chiqmasin.